Assalomu alaykum YouTube kanalimiz muxlislari. Matematika fanidan bo'lib o'tgan 1-dekabrda o'tkazilgan milliy sertifikatga tushgan original testlar tahlilini davom etamiz. 3-variant, birinchi savol. 7 darajasi 2023 ning o'nlar xonasidagi raqamini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Avvalambor oxirgi ikkita raqamni topish uchun 100 ga bo'lgandagi ikkinchi raqam, oxirdan ikkinchi raqamni topish bilan ekvivalent. Shuning uchun 100 ga bo'lgandagi qoldiq topamiz. 2023 degani 2022 ko'paytiramiz 1 degani. Ya'ni darajani xossasiga ko'ra mana bunday qilib yozishimiz mumkin. 7 ning ko'pi 243. 243 ning 634-si 100 ga bo'lgandagi qoldiq. Buni topishimiz kerak. Bunda 7 chiqadi. 343 degani 300 plus 43 ning darajasi. Newton binom formulasiga ko'ra oxirgi hada 43 ning 634 bo'ladi. Ya'ni 100 ga bo'lgandagi qoldiqning ma'nosi mana shunga teng bo'ladi. Endi buni nima qilamiz? 674 ni quyidagi ko'rinishga qilamiz. 2 kara 334 qila olamiz. Ya'ni mana bunday ko'rinishda yozamiz. Buni oxirgi raqami 43 ning kvadrati degani 1849. Buni 100 ga bo'lgandagi qoldiq, ya'ni 1049 ning 337-si bo'ladi. 49 ning 337-sini quyidagi ko'rinishda yozamiz. 49 ko'paytiramiz 2 ko'paytiramiz 118. Mana bu ko'rinishda. Buni 100 ga bo'lgandagi qoldiq. 49 ning kvadrati 2401. Yani 2401 ni 118-si. Buni 100 ga bo'lgandagi qoldiq 01 bo'ladi. 01 ning 168-si. Ya'ni 01da har qanday darajasi 1 bo'ladi. Shuning uchun 43 ning birinchisi bo'ladi. Ya'ni javob oxirgi ikkinchi raqam 4 raqami ekan. Ikkinchi raqam. Keyin hisoblashimiz kerak. Hisoblashimiz uchun e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ifodamiz 1 plus 1 taqsim 30, keyingisi ifodamiz 1 plus 1 taqsim 60, keyingi ifodamiz 1 plus 1 taqsim 100, keyingi ifodamiz 1 plus 1 taqsim 150, 1 plus 1 taqsim 210. Qavslar ochib chiqadigan bo'lsak, 5 ta 1, ya'ni 6 dan 5 tersak 1 minus mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni buni e'tibor beradigan bo'lsak, 2 ni suratga ko'paytirib olsak, 2 taqsim 2 ko'paytirgan 3, 2 taqsim 3 ko'paytirgan 4, 2 taqsim 4 ko'paytirgan 5 va hokazo bo'lyapti. Buni ham 2 ni chiqarib olsak, 2 taqsim 10 qilib chiqarib olsak, buni kasr ko'rinishda, ko'paytmani kasr ko'rinishda ifodalasak, mana bu ko'rinishdagi oddiy kasrga aylantiriladi. Bizga ma'lumki, bu kasrning qiymati oxirgi birinchi xatdan oxirgi xatni ayirganimizga teng. Hisoblasak, 13 taqsim 14 ga teng. Uchinchi misol. Agar a va b natural sonlarning ko'paytmasi mana bu ko'rinishda bo'lsa, 2 kub a b ning eng katta qiymatini toping. 2 kub a b ni k deb olamiz va a imizni kx deymiz. Katta b imizni ky deymiz. Bunda x y 2 kubi 1 ga teng. a b imiz k kvadrat ko'paytiramiz x y. Qandaydir sonni kvadrat olsa bo'lishi kerak. Mana bu ifodaning ichidan eng katta to'la kvadratga ajratilgan qiymat 3 ning kvadrati ko'paytiramiz 5 ko'paytiramiz 7. Ya'ni 315 ga teng ekan. 2 kub a b ning eng katta qiymati 315 ga teng ekan. Keyingi misolga e'tibor bersak, ikkita turli natural sonning yig'indisi 36 ga va kvadratlarning yig'indisi eng kichik bo'lsa, ularning ko'paytmasini toping. Yani yig'indisi 36 ga, kvadratlarining yig'indisi eng kichik bo'ladigan natural son. Quyidagi funksiyani qabul qila olamiz va shu funksiya yordamida kritik nuqtani topamiz. Kritik nuqtani topadigan bo'lsak, ya'ni funksiyadan y bo'yicha hosila olsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Buni 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, y imiz 18, x imiz ham 18 bo'ladi. Ya'ni ko'paytmaning eng katta qiymati 324 ga teng bo'ladi. Keyingi masala soddalashtiring. Quyidagi ko'p xat berilgan, ko'p xat soddalashtirishimiz kerak. Yechilishi birinchi kasrni e'tibor beradigan bo'lsak, qavs ichidagi kasr a kub plus b kubga keladi. Mahraji esa a kvadrat minus b kvadratga keladi.
qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra mana bu ko'rinishda yozib oldim. Bo'linmani teskari ko'paytma ko'rinishda tasvirladim. Xo'p, va umumiy maxraj beradigan bo'lsam, mana bu ko'rinishda bo'ladi. E'tibor bersak, 2ab lar ketadi, b kvadratga ketadi, 4a kvadrat. 4a kvadrat taqsim 2a minus b, ko'paytiramiz 2a minus b taqsim a kvadrat. Ya'ni 4a kvadrat ga bo'lsak 4 ga teng bo'ladi. 6-misol. Soddalashtiring. Bu soddalashtirishga e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishda yoza olishimiz mumkin. Ildiz 15 bilan ildiz 33 nimaga karrali? Ildiz 5 ga karrali. Ildiz 22 va ildiz 10. Ildiz 11 ga karrali. Natijada mana bu ko'rinishda yoza olamiz. Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. A kvadrat minus b kvadrat ga ko'ra 11 dan 6 ni olsak 6, 6 dan 6 ga bo'lsak 1 ga teng ekan. Ya'ni ifodaning qiymati 1 ga teng ekan. 7-misol. A soni arifmetik progressiyaning birorta hadi bo'lsa, ifodaning qiymati 2 ga teng bo'lsa, A ning qiymatini topishimiz kerak. Ifodaning qiymati e'tibor beradigan bo'lsak, kasrni irratsionalni qutqaradigan bo'lsak, ya'ni maxrajni qo'shmacha ko'paytirib soddalashtiradigan bo'lsak, ifodamiz ildiz a plus 3 minus 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Barobar 2. Va bu tenglamani proporsiya ko'rinishida ko'paytiraversak, 4 6 1 qo'shsak 7 ga teng. Ya'ni ildiz a plus 3 imiz 7 ga teng, a imiz 46 ga teng. Qo'shsak 49, 49 dan 7 chiqadi. 8-masala. Ish haqining dastlabki 10% ga, keyin 20% ga oshdi. 10% ga oshdi degani 1.1 ga ko'paytiramiz. Keyin 20% ga 1.2 ga ko'paytirsak 1.32 ga, ya'ni qiymati 32% ga oshgan. 9-masala. 2x plus 3 modul tenglamaning ildizlari yig'indisini topishimiz kerak. Bizga ma'lumki, modul xossasiga ko'ra modul ostidagi ifoda yo musbat yo manfiy chiqadi. Ikkala holda hisoblaydigan bo'lsak, musbat qilib hisoblasak birinchi ildiz 6 ga teng, manfiy qilib hisoblasak ikkinchi ildiz minus 9 ga teng. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak natijamiz minus 3 hosil bo'ladi. 10-misol. Quyidagi kasr tartibli funksiya berilgan, shu funksiyaga teskari funksiyani topishimiz kerak. Teskari funksiya topishimiz uchun ko'paytirib olamiz. Natijada ifodadan x ni topamiz. Va x o'rniga f minus 1 x qo'yib, fx o'rniga x qo'ysak, ushbu funksiyaga teskari funksiya hosil bo'ladi. 11-si. Arifmetik progressiyada bn plus m barobar a, bn minus n a ga teng bo'lsa, rekurrent qiymatni topishimiz kerak. Mana b ga teng bo'ladi. Rekurrent qiymatni topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun proporsiyani xossasidan foydalanamiz. Agar indekslar yig'indisi bir teng bo'lsa, mana e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagi tenglik o'rinli. Bu yerda bm bir-biriga teng bo'lgani uchun bm ning kvadrati. Ya'ni ikkalasini ko'paytiraversak, ildiz a b ga teng bo'lar ekan.